Assalomu alaykum akalar, ukalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana buni oxunajinim yashirib bo'lib qoluvdi. YouTube'ni qarab o'tirib, Farhod degan bolani nomerini olib davolayotgan joyini ko'rdim. Mana shu bola xizmat bo'lsa telefon qilinglar degan ekan, telefon qildim. Men o'zim Andijon viloyati chala hudud tumandanman. Mana shu bolani tavsiyasi bilan mana shu xunojinim 6 kunda yaxshi bo'lib qoldi. Mana ukollari tugadi. O'tlari ishlari yaxshi bo'lib qoldi. Xudoga shukr, og'irlarni ham tozalab qo'yibdi, to'g'ri qilib. Bitta WhatsApp ketuvdi. Farhodjon, katta rahmat, ishlaringizga omad, elni xizmatda charchamang. Hamisha tinch bo'ling, ukajonim.